Buni ko'rib aniq shokka tushib qolasiz. Telefonni kamerasini olib turib, smartwatch o'rnida ishlatsangiz bo'ladi. Yana kamiga Bluetooth naushnik bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Xitoyliklar aql bovar qilmas smartfon ishlab chiqishdi. Bu modelda naqd 72 GB operativ xotira, 1 TB ichki xotiraga ega. 108 megapiksellik kamera, hattoki makro syomkalari ham bor. Voyenniy IP69 standartida chang va suvdan himoya. Gap shundaki, 24 GB toza operativ xotira va 48 GB virtualniy xotira qo'shiladi. Dimensity'dan kuchli protsessor, deyarli 9000 mAh akkumulyator va 45 Watt tezkor quvvatlash va 120 Hz li AMOLED displey o'rnatilgan. Qizig'i ham shundaki, agar shu ikkinchi ekran sizni joningizga tegadigan bo'lsa, shunday yechib turib, smartfonning orqa displeyidan smartwatch o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Yana kamiga Bluetooth naushnik bo'lishiga umuman mazza qilasiz. Bu qaysi model demoqchimisiz? Xitoy Gigimon brendi Aukitelga tegishli VP200 Pro modeli. Telefonni narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus qoldiring.